Ofis tovar to'la. Hozir joylashtirish bilan bandmiz. Hozir sizlarga bitta ko'rsataman. Mana shuncha tovar, har 3 kunda keladigan tovar. Bundan tashqari obed qilishga ulgurganimiz yo'q. Mana kokteylarimiz bilan maza qilib hozir ovqatlanib olamiz. 200 ml oddiy xona haroratidagi suvga, o'zimizning sevimli sheykerimizga mana tayyorlab ichib olamiz. Bugungi obedimiz limon pechenyeli kokteylimiz. Ta'mlari har xil kokteylarimizni o'zingiz ta'bizga qarab turib maza qilib olsalaringiz ham bo'ladi. Bugun menda limon pechenyeli kokteyl. Kokteylimizda hozir yana qopqog'i bilan solayotgandik, quyuqligidan bo'lmadi mana. Qaranglar, buni asalligini yozgi kunida salgina muzdekroq qilib ichsa shunaqa jonni rohati bo'ladi. Bismillah. Yoqimli, to'yimli, ham energiya bo'lasiz, energiyaga to'lasiz, ham ishtiyoqingiz oshadi, quvvatga to'lasiz, tanaga yetishmayotgan, defitsit bo'lgan vitamin, mineral, oqsil, uglevodlarni to'liq yetkazdirib beradi. Bir kunlik yetishmayotgan vitaminingiz yetib kelgandan keyin sizdagi уже tanangizdagi o'zgarishlarni sezasiz. Ozish uchun ichayotgan bo'lsangiz, ortiqcha kaloriya kirmaydi. Semirish uchun ichmoqchi bo'lsangiz, ovqat bilan birga ichadigan bo'lsangiz, kerakli vitamin, kaloriyalar vaqtida yetib boradi va siz o'zingiz xohlagan natijaga erishishingiz mumkin bo'ladi kokteylimiz bilan. Maza qilib endi kokteyllarni ichib oldik. Allohga shukr. Qornimiz to'q. Endi yana ham kuch kerak. Buning uchun bizga biodron kerak. Biodronni har doim yonimda olib kelaman. Hozir mana so'z spoti bilan ikkita biodronimiz. Maza qilib ichib ertalab ham ichaman, obedda ham, kechga ham, ya'ni hozirgi kunda ish ko'payib ketgan kompaniyada maza qilib tayyorlab olamiz. Ichib olamiz bismillah deb. Qonni ko'paytirib beradi, immunitetni ko'paytirib beradi va eng asosiysi quvvatga to'lganingizdan keyin hozirgi havodagi o'zgarishlar, tez gripp bo'lish, allergiyani to'liq yo'q qiladi. Biodron mahsulotimiz oilaviy mumkin, yosh boladan tortib homilador, emiziklilargacha, erkak ayollargacha birdek mumkin bo'lgan mahsulot.